11 ders yi vu 11 dersda biz shingmu yi va vu ni ham bir bütün o'qiladigan bo'g'imlardan yi vu yi larni o'rganamiz. Taq yunmoda yi va vu var. Shingmudimi yi va vu var. Bular talaffuz jihatda farq qilib qolmasdan, balki xat shaklidami farq qiladi. Tuanda biz shingmu yi ni o'rganamiz. Birinchi parcha rasmga kiyim sızılgan bo'lib, kiyimni xanzucha yifu deb o'qiymiz. Yifu deki yi ni yenik ham qisqa talaffuz qilsak, bu dal shingmu yi ning talaffuzi bo'ladi. Qani, men aytish boqinglar. Yi biz shingmu yi ni yana cho'ng yi deb ataymiz. Bundaq bo'lganda biz taq yunmu yi din farqlandiraymiz. Tuanda biz shingmu vu ni o'rganamiz. İkinci parça rasmga kuchib ketayotgan bir qog'oz sızılgan bo'lib, qog'ini xanzucha vuya deymiz. Biz vuya deki vu ni qisqa ham yenik o'qisak, bu biz o'rganmoqchi bo'lgan vu ning talaffuzi bo'ladi. Qani, men aytish boqinglar. Vu biz shingmu vu ni yana cho'ng vu deb ataymiz. Bu orqali biz taq yunmu vu bilan farqlandiraymiz. Kichik do'stlar, qarab baqayli. Shingmu vu o'zaro birlashib ketgan 3-ton belgisiga nima degan o'xshagan, ha? Endi biz bir bütün o'qiladigan bo'g'imlar yi, vu, yi ni o'rganamiz. Bularning talaffuz qilinishi mundaq. Yi, vu, yi. Biz endi bularni ayirib o'qib baqayli. Shingmu yi, yunmu yi. Bir bütün o'qiladigan bo'g'im yi. Shingmu vu, yunmu vu. Bir bütün o'qiladigan bo'g'im vu. Taq yunmu yi bo'lsa, taq yunmular ichidagi eng kichigi bo'lib, bu mu albatta boshqa shingmular bilan qo'shilib o'qiladi. Bir bütün o'qiladigan bo'g'im yi. Öküz bilan paqa. O'tlab yurgan bir öküz suv ichish uchun ko'l bo'yiga keldi. Uni ko'rgan paqalar öküzning yo'g'onligidan hayron bo'lishib, har tarafga qechishibdi. Ularning orasidagi bir paqa: "Voy, nimaga shuncha hayron bo'lsizlar? Uningdek yo'g'onish shuncha qiyin ishmidi? Men qaranglar, men hozir öküznimi yo'g'on bo'laman" debdi-da, havoni kuchab sumirib ko'pishga boshlabdi. "Qandaq birodarlar, öküzdek yo'g'on bo'ldimmi?" deb so'rabdi hiliq paqa. Uning g'alit qiyofasini ko'rgan boshqa paqalar o'zlarini tutib ololmay kulishib ketibdi. Ularning masxaralik kulganini anglagan paqa o'kizchilik yo'g'onolmagan o'xshayman deb o'ylab, yana havoni kuchab sumiribdi. U qo'rsqining chinqilib og'riyotganligini his qilsa-mu, yanala havoni sumiraveribdi. Oxir uning qo'rsqi po'ngida qilib yerilibdi-da, o'lib qapti. Özümni çağlamay şilting etibdiman, palasqa yugunib hafta etibdiman degan maqol ana shuningdan qolganmish. Yu fang, o'ng taraf. Yi zi, o'rindiq. Ya zi, Ördek.
房子， uy, 火， o't, 袜子， paipak, 小刀， picak, 钢琴， pianino, 钱， pul, 棉袄， pahtliq pupaika,